Ustalar bitta narsani o'ylaydi. Har doim klientga ishonaman, shu ishimizni topshirib olaylik degan maqsad o'ylab o'tiribman. Xudo xolasa o'ta ideal chiqdi ishimiz. Ko'rib baholang berib, layklarni ayamay obuna bo'lib qo'yinglar. Ustamiz qo'qqisdan kelib qoldilar. Kimga shunaqa ограждение xizmati kerak bo'lsa, sobitxon aloqa chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vodiy bo'ylab dastavkalarimiz bor, ustanovkalarimiz ham bor. O'zimiz tayyorlab ustanovka qilib olamiz deyishsa, oraliqlarni razmini aytishadi, qilib beramiz, jo'nataveramiz. Sobitxon har doim ishlarning yangiligi bo'ladi. Aloqa chiqib, nomerimizni qoldiramiz. Layklarni bosib, bizni reshotka ограждение qidirgan do'stlarga jo'natib qo'yasizlar. Juda ham chiroyli chiqqan, choklar o'ta ideal holatda. Ko'rib, baholarni berib, layklarni ayamaysizlar. Eshiklari ham bor. Xudo xolasa egalariga yaxshilikka xizmat qilsa, materiallar qalin bo'lgan 2 profilda qilib berdik. Ko'rib, baholarni berib qo'yasizlar.